Mana buni xoram yeganlarni olmayapti. Yo'doni mana mun qarang, must qarang. Buni qarang, ashunchani yevoradimi? Kunligini mun qarang, bodri. Nima sirichinini bizga bermadilar. Kecha mashina mana shu yerda turgan bo'lgan. Mana start chizig'idan bu yoqqa qarab ketadi-da. Oldiga shaqa qarab ketgan bo'lgan. Bolalar rizqi. Mana bugun bizga silvichini berilmadi, silvichini ham yo'q dedi. Asal ham yo'q dedi. Keyin Vasil guvohsan mana. Videoda ko'rdim men ham mashinani bu tarafiga olib chiqib qo'yilgan narsalar. Orqa tomoniga. Yon boshiga, orqa tarafiga emas, yon boshiga qo'yilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Quva tumanidagi bog'chada oziq-ovqat o'g'irligi bilan bog'liq holatlar aks etgan videolar tarqaldi. Holatni o'rganish maqsadida Vodiy 24 muxbiri muassasa mas'ullaridan izoh oldi. Demak, sizda undan Xabarim yo'q. bu holat. U holatdan xabarim yo'q. U mashina sizniki bo'ldi. Meniki, shaxsiy mashina. Men choyga keldim. Choyga kelsam, mana shu Madina nima hali bo'lgani yo'q, ketavering bo'lsa o'zim olib berib beraman dedi. Yo bo'lsa chaynagimni chayqab beray deb kompot tayyor bo'lmagan ekan, kompot dedi ekan. Ketdim, keyin mana kech payt mana olib ketamiz. Narsaga kelsam, paketni olib mana mo'tdan yurib chiqib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodagi holat aynan mana shu joyda sodir bo'lgan. Biz hozir Farg'ona viloyati Quva tumani 53-sonli maktabgacha ta'lim muassasasiga kelganmiz. Ko'pchilikda xabari bor. Aynan mana shu muassasada bolalarga berilgan oziq-ovqat o'g'irligi bilan bog'liq holat tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Holatga oydinlik kiritish maqsadida muassasa mas'ullariga yuzlanamiz. Mashinasi qo'yibda turadi, xolodilnik xonetda. Endi men tuhmat qildi deyishyapti. Keyin mashinasini undan oldin medsestra bunday kelib turib, u xonasida o'tirib turib zaxoz kapotini ochib berdi. Medsestra kelib bunday qildi, kapotini pastroqqa qo'yib qo'ydi. Keyin Madina paketlarni olib, oshpaz Madina mashinani oldiga bordi. Boruvdi, keyin men bunday kelganimni ko'rib, narigi tomon dedi. Men olib qochib, o tomonga olib o'tdi. Keyin men ham u yomonlikda qilmadim. Nima bu paketlarda bordim, uni o'g'irlab ketayotganini ham bilmadim, mashinaga solganini ham bilmadim. Unaqa qilmang dedi. Voy ko'ryapman xolos, nima bu deb ochsam, silvichnilar turibdi, bodring turibdi. Ha, ertalab bizga silvichni yo'q deb quruq nonni berdingiz, mana ekan silvichni dedim. Keyin salatni ham dedim. Bolalarga haqiqatda sariyog' berilmaganmi? Berilmagan ertalab ash kunim. Uzun 3 tami 2 ta ko'rdim. Nima keyin bodringlar turgan ekan, salatkadan ko'pgina piyoz qildilar. Bolalar piyozni yemaydi, men bodring to'rg'a beravermabsizlar-da dedim. Keyin bunday ochsam, naryoqda 2 ta tovuqni go'sht turibdi, alohida paketdagi. Nima somsani dedim, kunda men bolalar 25 ta, somsa 17 ta, 18 tadan berishadi. Hali kichkina bolalarga bunday bo'lsangiz, qiymasi pastga tushib qoladi, bunday qilsangiz xamir bo'ladi-yu. Ya o'zi butun berish kerakmi? Butun berish kerak, yetmaydi-ku axir 25 ta. Endi hozir kelib chiqyapman-da. Ashuni ko'proq qilinglar dedim, bolalarga shuna bo'lyapti desam, nima Dildora opa o'radiki, kelgan masalada yarashasini qilyapmiz. Mana shu masala keldi xolos dedi. Endi men voy ketiring dedim, 25 ta bolaga bermasang yarmiga berar ekanda chiqib ketdim. Keyin hali go'shtni ko'rib aytdimki, ikkalasi dedim, endi 700 mi, 800 mi bilmayman-ku. Chiqsa mashindan bir 20 ta 30 ta somsa chiqar dedim, ana shu go'shtda, paketdagi go'shtdan. To'g'ri go'shidan. To'g'ri go'shtidan somsa qildi. Endi u bizga oz bergani hisobidan aytga 2 ta ketayotgan ekanda paketda. Keyin sut turibdi 5 litrda. Keyin 2 ta asal turibdi. Aytdim, asal dedim, o'tgan oyda ko'rdim. Asal ham bormi desam, abetta tag'inda asal kompot deydi, abetta ulgumadik dedi. Deydi, ha ulgumasalaring nima bersalaring biz bolalar noniga yo choyga qo'shib beraverardik dedim. 2 ta asal ham shu paketda turgan ekan. Asal choy ham beriladi. Desam, bular beramiz dedi, biz bilamiz, ro'zamiz-ku. Bergan bermaganda bilamiz. Lekin men asal keyin ashunda aytdim, beryapmiz-ku dedi. Ha bersalar idish qani dedim. Idish turadi asal idish. Desam, yoqib yubordi. Nimaga boshqa baklashkalarda nimalarda yoqmaysizlar? Aynan asal idishini yoqib yuborasizlar. To'g'ri gapiryapman xolos. Miyangizga ash keladim. Qo'shganlaring yo'q, qo'shsalaring bolalarga mana asalli kompot, shakarli kompot desa bolalar ichmaydi, nima yetishmayapsan, bemazam desam, ha deydi. Bundan bir necha kun oldin Farg'ona shahrida bog'cha bolalarining zaharlanishi bilan bog'liq holatlar sabab 200 dan ortiq bog'chaga ovqat yetkazib beruvchi catering kompaniyasi tanqid ostiga olingan edi. Shundan so'ng zaharlanish sabablari to'liq aniqlangunga qadar catering kompaniyasiga bog'chalarga tayyor ovqat emas, balki faqat xom mahsulotlarni yetkazib berish aytilgan. Tarqalgan videoda esa aynan shu kompaniya tomonidan yetkazilgan mahsulotlarni ko'rish mumkin. Matdan har doim mana mashinasini nimaga tashqariga qo'ymaydi? Mana shu eshikni tagiga olib keladi. Matdan olib chiqib berish. Biz bolalar idishini yuvib, bolalar bilan ovora bo'lganimizda, mo bekilib turibdi-yu, matdan solishadi-da, shu yerdan minib ketadi. Uni hamma gapirdi, bitta men gapirmadim. Mashina har doim shu yerda turadi. Ha, har doim shu yerda turadi. Har doim shu yerda turadi. Oldin tashqarida turardi. Ona to'g'ri uyda shu Madina oshpazni uyi xonovi. Keyin bir ikki shunaqa nima bo'lib paketlarni narsa olib kirib ketayotganini, sutlarni olib kirib ketayotganini ko'rib, kenna ham xullas u. Kirib aytdimki, qaynasiga
e'tiboraya dedim ana shunaqa meni yomon ko'rmang matga olib kiryapti keliningiz rasmga olyapman men olib kirgani ertaga mabodo bizni bo'ynimizga bir narsa qo'ysa ana shuni men ko'rsataman keliningizga aytib qo'ying dedim. Endi u aytgan bo'lsa uyidan olib ketayotgan narsani endi aniqni bilinma men tuhmat qilyapti demasini aytga qo'ymay mashinani matga qo'yishni boshladi. Alohida sut, o'zi alohida sutni o'zimni nomimga yozib, o'zimni sutini hech ham birovni sutini o'zimni qo'shmaganman. Oq narsa tepamda xudo turibdi. Bog'chadan nima olib kirib ketgan shuga? Asha bog'chaga naqa qilib o'zlari aytishgan, o'shani javob berib topshirgan. Nimani olib kirib ketgan? Sut 1 litrli bak, 5 litrli baklashkada olib kirgan. Nima uchun olib kirib ketgan suni? Sotganimi? Sotgani? Shu yerda sotgani olib kirgani bilan bog'chaga olib kirib berardi. Pulini. Siz olmagansiz. Yo'q, men olmaganman. Mana o'zi povur Dildora ham yozib berdi. 3 marta berganman haqiqatan xarajat deb. Solayotgan ko'rib Nodira opa shunaqa ekan nimaga indammiz deydi. Kecha o'zidan o'zi xudo to'g'rilab ulug' kunda olayotganini ko'rib olib videoga oldim. O'zim uchun oldim yomonlikka. Keyin u zaxozni chaqirishdi, zaxoz chiqib matga kelib meni pastava qilyapti bu jo'rtaga. Deydi keyin hammani majbur bo'ldim chaqirishga. Nimaga men pastava qilsam, u xarajatlarni men qayerdan olaman pastava qilgan. Bular meni qo'limga ushatib qo'yadimi? Hozir sizdan tashqari necha kishi ko'rgan o'sha holatni? Mana videoda hamma enaga tahana hon ular hammasi ko'rgan. Enaga tarbiyatchilar hammasi ko'rdi. Kelinglar dedim, meni tuhmat qilyapti deyapsizlar, ham ko'rib olinglar. Sizlar ota-onadan ash pulni olyapsizlar, bolalarga yedirishimiz kerak, bermayapsizlar deb hammasini chaqirdim. Undan qo'rqishib hammasi keyin kecha anaqa berdi desa bermadi. Lekin yolg'on gapirib qo'rqmasdan xaladennikka dedi. Xaladennik mana videoga oling. Xaladennik manetda. Xaladennikka olib ketayotgan narsa qanaqa qilib mashinaga aniq qo'yib o'tadi. Oshpaz menga shuna deydi, xaladennikka olib kiryaptim deya. Bunday jinni ham biladi, xaladennik matda turib tualet tomonga olib ketmaslikdi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar sizga o'sha paketni mashinaga solib qo'yish aytilganmi? Aytilgan. Siz ichini ko'rmagansiz. Ichini hech narsasini ko'rganman. Tepamda xudoga yo'q. Men 3 ta yetim bolam bor meni. Xo'jayinim o'tib qolgan. Hozir bosh oshpaz hamshiraga aytgan, hamshira sizga Menga aytgan. aytdi. Siz yordamchi oshpaz. Ha, men o'sha narsani olib chiqib berib ashakka qo'ydim. O'sha Siz men bosh oshpaz, nimada turgan bo'ldim. Sizga kim aytgan uni? Zavxoz aytgan. Menga narsa berishsalar. U nima, u birinchi marta shunaqa holatmi yo oldin ham bo'lganmi? 3 marta bo'ldi xolos. 3 marta. 3 marta bo'ldi xolos. Boshqalarda endi Sizlar bu bo'yicha har kuni biror joyga beryapti xabar deyapti-da. berganmisizlar, yo'qmi? Hech Kimga bermabsiz-da. Bermagansizlar. Siz qachondan beri ishlaysiz ota? Hamshira bo'lib. 2012-yildan beri ishlayman. 2012 dan beri siz ishlasangiz, ko'p vaqtdan beri ishlar ekansiz. Bittaga xo'p vaziyat qanaqa hozir? To'g'risini ayting. To'g'risi, biz oldin bunaqalar bo'lmagan. Shu kungacha bir nima bo'lib ko'tarilib ketmaganmiz. Bunday narsalar bo'lmagan. Endi meni o'zimga ham u Nigoraxon menga bunaqa berasizlar deb yuzma-yuz menga hech qachon aytmagan. Bu narsani eshitmaganman, bunaqa qilmaganman. Endi kecha bu qizni ishi onasi bansiga tushib, bansiga boradigan edi. Opa dedi, "Ashta narsasi bor edi" dedi. "Madinaga tayyorlab qo'ysin" dedi. Ha bo'pti dedim. Endi men u qizning gapini bunga aytdim. Aytganini aytdim. O'zi sizga aytilgan-a, mashinaga solib qo'ying deb. Yo'q, men Bu opa menga aytsin degan ekanda. Bu Dildora, Nur opa men ketyapman. Madinaga. Telefonda? Yo'q, yuzma. Yuzma-yuz aytilganmi? Men ketyapman, onam bansiga olib ketyapman dedi. Mazasi yo'q edi dedi. Men ketyapman dedi. Madinaga ayting, Nigora narsasini joylab qo'ysin. Mashinasiga solib qo'ysin. Endi qaytga dedi, Nigora narsasini qo'yib qo'ysin dedi. Ha bo'pti dedim. Madina dedim. Qilib qo'yasiz ekansan, bo'pti dedi. Men shu bilan xonaga kirib ketdim. Siz kalit so'ramadingiz hech kim? Yo'q. Hech kim kalit so'ragan. To'g'ri borib mashinaga olib bordingiz. To'g'ri borib mashinaga olib borib, ashetta ochiq bo'lsa, anaqanday esam ochilardi, bitta bo'lsam, ochilmadi. Qulib bo'lgan ekan. Birinchi marta shunaqa holat bo'ldimi sizlarda? Menda shunaqa bo'ldi birinchi marta endi. Yo, oldin unaqa holat bo'lmagan. Yo'q. Olib qo'yish, olib qo'y degan narsalar bo'lmagan. Men misol uchun menda ham birinchi marta eshitdim. Menga Dildora aytganligi uchun bildim. Keyin men ham Madinaga aytib qo'ying degan uchun men ham Madinaga aytdim. Asal bilan sutni mana shu bitta joyda edi. Shunday olib chiqib ketib, o'sha ko'bik mashinasiga qo'yib turib, sut bilan sutni xaladennikka qo'yaman deganman. Asalni kompotga solaman degan joyimda arqamdan kelib videoga hamma bittani olib chiqib ketganman-da men. Yo, yolg'on gapirmang chatida. Yo'q, rostdan, mana opalarim ham shu yerda mana dedi. Ikkalasi ham qo'shilib borib qolmaydi-da. To'g'risini aytavering. Yo'q, mana shu yerda turibdi hammasi sutdan. Birinchidan sut kelib to'g'ri xaladenlikka tushadi. Yo'q, biz xaladenlikka qo'ymovdik-da, nimaga desangiz, sesdan odam keluvdi. Uni asal qayerdan paydo bo'lib qoldi bunisi? Asal ham kech paytga asal joyida. Xo'p, Asal U omborda turgan narsa edi.
Endi bayramga dedim aktivroq bo'linglar dedim. Xo'p deb u chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin chiqancha o'tmadi, to'palang bo'lib ketdi. Borsam, bitta opa video ko'ryapti ekan. Keyin oldin ham eshitgandim. Ishlaydimi opa? Shu yerda ishlaydi, bog'chada ishlaydi. Nima lavozimda ishlaydi? Yordamchi tarbiyachi lavozimida ishlaydi. Yana hamma xodimlar chiqibdi u holatda. Endi ko'rdik, videoni ko'rdik. Ha, videoda ko'rgan bo'lsangiz, shunaqa deyapti. Mahsulotlar qanday borib qoldi etga, nima maqsadda bordi, nima qilinmoqchi edi, shunga yetib keldik-da. Ha, shunga yetib keldik. O'shani keyin nima dedim, nima qilyapsizlar, nima bo'lyapti, nima to'palang qilyapsizlar desam, kamera tutib olib, siz deydi, mana olib ketganmi dedi. Bizni o'qimoqchi edi, bu qilmoqchi edi dedi. Ha, xo'p dedim. Oshda gapirmadim-da, uchastkoviga telefon qildim. Aslida degan uchastkoviga telefon qilib, "Uch qattasiz, xizmatdaman. Men xonadaman, xabarim yo'q, holat shunaqa bo'lyapti. Mashinam oldiga hamma yoq terishyapti" dedim. Men ko'rmadim ko'zim bilan. Uni keyin hozir uchastkoviga ko'rsatdi. Teryapti dedim. Qisqasi dedim, keling dedim. Men shuncha to'palang qilganimda dedim, birov nima qilmadi, endi ijtimoiy tarmoqqa chiqish kerak bo'pti. U qiziq emas degan bo'lsam, hech qancha o'tmadi, uchastkovilar keldi. U bolani o'zi yo'q ekan, boshqasi keldi. Orqasidan Ulug'bek kelyapti. 10 minut vaqt oralig'ida maktabgacha ta'lim rahbari kelyapti. Qachon? Kechada. Vaqti. Ha, yana 10 minut u yoqda catering yetib kelyapti. Men shuncha chiqish qilyapman, shuncha kamchilikni ko'rsatyapman, so'rayapman, talab qo'yyapman. Birorta rahbar o'rnidan qimillamayapti. Unda ham shu 53-bog'cha shu joyida turgan edi. Kecha men mashinam Xudoning qudrati bilan mashinam qulf ekan, juda ko'p hollarda ochiq qo'yib qo'yaman, tashkilot. Mashinam qulf ekan, mashinam oldiga narsani terib olib video qilishyapti-da. Men bu yerda bo'lyapman. Unda 15-20 minut ichida hamma yig'ilib yetib kelyapti. Demak, sizda undan Xabarim yo'q. U holatdan xabarim yo'q. U mashina sizniki bo'lgan? Meniki, shaxsiy mashinam. Chiqqaningiz bilan. Nima jinnimi? Siz o'g'irlik qilganingizga jinni bo'laman. Ha? Nima qilyapsiz? Nima mashinasiga solyapsiz bolalar rizqini? Nimalar solyapsiz? Nima haqqingiz bor shuncha narsani unga solib bergan? Asallarni bizga bermaysizlar. Mana asallar bizga berilmaydi. Nima qilib? Oshpazlar do'stlarni yana qoching, nima qilasiz? Nima qilib? Zavxozda nimasiga solib beradi? Zavxoz keyin bizni bor vazirni aytib chiq, yugur bor. Ko'timiz ko'laydi, mana qochyapti vazirda, meni xonamda, Xursandi xonasi degan. Mana qilib sutlar ketadi. Yana bizni ketayotgan narsalarni ko'ringlar, mana bolalarning rizqi. Mana bugun bizga silvichini berilmadi, silvichini ham yo'q dedi. Asal ham yo'q dedi. Keyin Vasil guvohsan mana. Mashinasiga Madina solayotgan joyda jinnimisiz deb men telefonimni tortib o'zi qochib kirib ketdi. Mana guvoh. Keyin och buni. Ana qochib menga achchiq qilib kirib ketdi jinnimisiz deb. Lekin bizga buncha narsani berishmaydi. Qasdini shunaqa qilib ketadi. Zavxozda mashinasi bekorga vatga kirib turmaydi. Mana bir kiletga tuqqan. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Aslida outsourcing yoki catering xizmatlari shunday muammolarni oldini olish uchun joriy etilmaganmidi? Yoki bolalarimizning rizqini tortib olinishi bizga ma'qulroqmi? Xulosa qilishni esa har kimning o'ziga qoldiramiz.